Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Angliyadagi tez poyezd gazetining 16 dekabrdagi xabarda aytilishicha, Xitoy armiyasi yaqinda bir tizimlik e'lon qilgan. Uningda Navada Amerika Xitoy o'rtasida urush portlab qolsa, o'zlarining Amerika dengiz armiyasidagi qaysi nuqtalarga oldin bilan hujum qilganligi tafsiliy yer olgan. Xabarda aytilishicha, hujum nishonlari radar, aloqalish uskunalari bazasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Moja Chen ismli bir harbiy mutaxassisning nomida e'lon qilingan. Mazkur doklad Xitoy Davlat Mudofaa fan texnik komitetining nashrabkori bo'lgan Davlat Mudofaa suhbatida e'lon qilinganligi uchun uni har qaysi axborot vositalari Xitoy armiyasining mavqesiga vakillik qiladi deb qaragan. Avtor dokladda bu vaqtda to'xtalib, Amerika dengiz armiyasining uchur to'ri radar nuqtalari orqali tutashgan bo'lib, biz oldi bilan ularning asosli uchur sistemasini polish qilib qo'yishimiz kerak. Shundilla ular o'z-o'zidan halok bo'ladi degan. Janubiy Xitoy attiganlik gazetining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, Xitoy armiyasi buning oldi bilan Amerika dengiz armiyasining hamkorlashib urush qilish mudofaa sistemasini hakkerlik orqali polish qilib qo'yish, ondan shakl jihatda rost uchurga o'xshab ketadigan saqt uchurlar orqali elektronlik sistemani ma'lumotlantirib, dushman ustidan g'olib kelish usulini qo'llanishga da'vat qilingan. Navbatda bu dokladning qandoq bo'lib e'lon qilinib qolganligi, shuningdek uning kelgusidagi Amerika Xitoy to'qinishida rasmiy yo'sinda foydalanish qo'llanmasi bo'lish bo'lmasligi haqida aniq bir xulosa o'tirg'i chiqmaganligi ma'lum. Fox xabarlarining 17 dekabrdagi xabarida aytilishicha, Amerika Davlat Majlisidagi Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining a'zolaridan Carlos Gimenez Xitoyni Amerika uchun eng chong tahdid deb ko'rsatgan. Shundaqla vazifaga o'tirish oldidagi prezident Donald Trumpning madorchilik bilan emas, balki kuch bilan tinchlikni amalga oshiradiganligini eskartgan. Avam palata a'zosi Carlosning qarashicha, Xitoy hozir tor hujumida emas, texmi muhimi harbiy va iqtisodiy jihatdan Amerika uchun eng chong dushman bo'lib qolgan. Bo'libmi Xitoyning dunyodagi eng chong ishlab chiqarish bazasi ekanligi, Amerika tavasidagi davlat mudofaa va harbiy tayyorlik ashyolarining ishlab chiqarilishi ko'lam jihatda Xitoyga yetmaydiganligi. Navada ikki taraf uzunga so'zilgan urushga kirib qolsa, vaziyatning Amerika uchun xatarlik bo'lib qoldiganligi buningdagi eng muhim omillar hisoblandi ekan. U mush ahvollarni sanab kelib, Rossiya Ukraina urushi bizning davlat mudofaa ashyolarini ishlab chiqarish qobiliyatimizning jiq tuvallab ketganligini ko'rsatdi degan. Gemenizning qarashicha, yangi hukumat dal mush ojizlikni tugatishga zehn qo'ydigan bo'lib, buning uchun ko'plagan xususiy shirkatlarning bu sohaga qatnashishi, shuningdek Amerika hukumat sistemasidagi byurokratlikni tugatish zarur qadamlar hisoblandi ekan. Yana kelib Amerika siyosiy sohasi Amerika uchun kimning dushman, kimning do'st ekanligini, shuningdek o'zining qandoq ojizligi borligini bilishmi muhim ekan. U bu vaqtda so'z bo'lganda, yillardan buyon Xitoy bizni jiq o'ynatib ketdi degan. Uning qarashicha, bu jihatdagi xushallanarlik yuzlanishning biri Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti ikki partiya a'zolaridan tashkil topgan bo'lsa-mu, Xitoy tahdid masalasida ularning fikri birdek ekan. Ular izchil Xitoy biz uchun tahdid bo'lib kelgan, buningdan keyinmi tahdid bo'ladi deb qaraydi ekan. Osmon xabarlari to'rining 18 dekabrdagi xabariga qaraganda, Angliyadagi uchur komiteti ishxonasi yaqinda xaridorlarni yuqori fan texnik mahsulotlarining biri bo'lgan aqliy tok qozon, ya'ni air fryers ishlatganda alayda hushyor bo'lishni, chunki bu xil qozonlarning xususiy uchurlarini udil Xitoydagi shirkat sondonlarga yo'llab berdiganligini e'lon qilgan. Tadqiqot guruhining tajribalarida Xitoyda ishlangan Xiaomi, Tencent va Eigostar markali aqliy tok qozonlarining hech qanday sababsizla o'z oldiga uy egasining telefonini ovoz qilishga urinayotganligi, xotirlangan ovozlarning udil Xitoydagi mulozimatlarga ketayotganligi bayqalgan. Ammo Hisense va Samsung qatorliq televizorlar bo'lsa, shaxsiyat masalasi tufaylidan uy egasining telefoniga ulangan hamon oldi bilan shu kishining ruxsatini ilib, ondan ish boshlaydi ekan. Tadqiqot guruhi bu xildagi uy egasining telefonini xotiraga olish, telefonning o'rnini ma'lum qilish, telefonda saqlangan uchurlarni uchinchi tarafga yo'llab berish qatorliq iqtidorni to'liq xatarlik qilmayish deb xulosa chiqargan. Tadqiqot guruhining xodimlaridan Stefan Almond bu vaqtda to'xtalib, buningda xaridorlar ikki qatim haq to'lagan bo'ladi. Birinchi qatim mahsulotni sotib olishga pul to'laydi, ikkinchi qatimda bo'lsa o'zlarining xususiy uchurlarini haq o'rinda to'lagan bo'ladi degan. Shuningdek, bu xildagi aqliy mahsulotlarning o'z egasi to'g'risida bakmi nurg'un uchurlarni bildiganligi, jumladan egasining kimlar bilan uchrashganligi,
qandaq muzikani yaxshi ko'radiganligi, qandaq dorilarni yeyotganligi qatorliqlarni ash mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarga yo'llab beradiganligini eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, Milad bayrami harpisida Angliya bozorida az degandimi 15 milliard fond sterling qiymatidagi aqliy oshxona uskunalari sotiladigan bo'lib, navbatda bu masala zo'r g'ulg'ul qo'zg'amoqda. Wall Street jurnali gazetining 18 dekabrdagi obzorda aytilishicha, Xitoydan kelayotgan tor hujumiga taqobil turish tadbirlarining bir qatorida Amerika hukumatı Xitoyda ishlangan routerlarni qor tizimlikka elishni jiddiy o'ylashga o'tgan. Obzorda aytilishicha, Amerika iste'molchilarining uylaridagi tor mulozimatiga ishlatayotgan routerlarning 65% Xitoyda ishlangan TP-Link routerlari bo'lib, bularni ko'pincha kishilar Amazon tordan sotib olgan. Router odatda tor uchurlarini oilalardagi kompyuter, telefon va boshqa elektronlik uskunalarga yo'llab berishdagi markaz halqa bo'lib, uy egasi tor orqali ko'rgan har qanday uchur routerdan o'tadi. Navbatda shaxslardan boshqa Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi qatorliq hukumat organlarining mushkil routerlarni ishlatayotganligi ma'lum. Obzorda ko'rsatilishicha, Savdo Ministerligi, Davlat Mudofaa Ministerligi va Adliya Ministerligi bu masalani tekshirishga odam kuchi ajratgan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, TP-Link routerlari 2025-yili qor tizimlikka elinishi mumkin ekan. Microsoft shirkati o'tgan oyda e'lon qilgan dokladda aytilishicha, Xitoy hakkerlari tor hujumlarida har qachon mushkildagi routerlardan foydalangan bo'lib, G'arb dunyosidagi ko'plagan aqllar ambiri, hukumat ishxonalari va nishonliq shaxslar ana shu xildagi hakkerlarning hujum nishoni bo'lib kelgan. Navoda TP-Link routerlarini ma'ni qilish buyrug'i reallik aylansa, bu hol 2019-yili Trump hukumati Huawei shirkatining mahsulotlarini ma'ni qilishdan buyonqi Xitoy telegraf mahsulotlarini eng zo'r darajada ma'ni qilish hodisasi bo'lib qoldi ekan. Washington shahridagi Xitoy elchixonasi bu vaqtdagi savollarga javob berishdan bosh tortgan hamda buni Amerika hukumatining Xitoy shirkatlarini bosh ko'targizmaslik taktikasi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.